Bismillahirrohmanirrohim degan so'zni bilasizlar, doim ishlatamiz. Ar-Rahman, Ar-Rahim Allohning ismi mehribon degan ma'noni bildiradi. Bu dunyoda hammaga mehribon, qiyomat kunida faqat mo'minlarga mehribon degani. Bu dunyoda hammaga mehribonligi yaxshiga ham, yomonga ham rizqini beradi. Bola so'rasa bola beradi. Iymonsizga ham rizqini beradi. Butun jonzotga mehribon bu dunyoda. Narigi dunyoda esa endi faqat mo'minlarga mehribon bo'ladi Alloh. Iymonsiz, Xudoga unamaganlarga endi qiyomat kunida qilmishiga yarasha jazo beradi. Bu Bismillahirrohmanirrohim degani mehribon Allohning nomi bilan boshlayman degani o'zbekchasiga. Payg'ambar alayhissalom shu so'zni aytmasdan ish qilmaganlar. Bu bizga ta'lim, dars, ham odob, ya'ni musulmon odam bismillah ish qilmaslik kerak. Bizda bismillah deydi. Shuni iloji boricha o'sha lo demaslik kerak, bismillah demaslik kerak. Lo desak ham bismillah deyish kerak. X'ni aytish kerak oxirida. Ismingizni noto'g'ri aytsa g'ashingiz keladi. Meni ismimni noto'g'ri aytsa g'ashim keladi. Shuning uchun oxirida h borda harf. Diktantda Alloh deb yozsangiz, u xato hisoblanadi. Diktant yozamiz-ku. Aytilishida boshqacha, yozilishida boshqacha so'zlar bor-ku. Shunda diktantda Alloh aytadi deb aytsangiz, yozsangiz yoki Alloh taolo aytadi desangiz, u xato. Alloh taolo aytadi. Oxirida xda albatta aytish kerak. Ya'ni shu Allohning nomi bilan boshlayman deb biz ham so'z boshlashimiz kerak. Chunki odob shu. Alhamdulillah degani buni ham bilib qo'ygan yaxshi. Buni ham alhamdulillah deb bo'lmaydi. Alhamdulillah oxirida h bor bunda. Ya'ni alhamdu keyin lillah yoziladi. Allohga shukr. Alloh uchun hamd degani o'zbekchasiga Xudoga shukr degan. Xudo o'zi forsiyu. O'zbeklar ham ko'proq Xudo deymiz. Xudo degani o'sha Alloh degan. Tangri adashmasam buni turklar aytadi. Tangri taolo deydi. Tangri deganda o'sha arabiysiga Alloh bo'lsa, Tangri turkchasiga. Xudo deymiz gohida. Xudo o'sha Alloh. Buni forslar shunaqa Xudo degan. Alhamdulillah degani Xudoga shukr. Nimaga desa, ala kulli hal sival kufri va dolal. Hamma holatimizga Xudoga shukr bo'lsin. Kasalman-ku desa mayli shukr bo'lsin. Pulim yo'q-ku, Xudoga shukr. Bolam yo'q-ku, Xudoga shukr. Faqat Xudoga shukr deb bo'lmaydi. Nimaga desa, adashuv yo'llariga, kufr yo'llariga, noto'g'ri yo'lda yurgan, alkash, narkosh, o'g'ri, firibgar, zinokor, fohisha u o'zini yo'liga alhamdulillah deb bo'lmaydi. Unga na'udhu billah yoki a'udhu billah deydi. O'zbekchasiga na'udhu billah degani Allohning ismi bilan shaytondan panoh so'rayman degani. So'raymiz degani. A'udhu billah degani o'zimiz yakkaga aytgan bo'lamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deymiz-ku. Ya'ni ar-rojim bu joyda o'sha tosh otib haydalgan shaytonni vasvasasidan, yomonligidan Allohning ismi bilan panoh so'rayman degani. Ya'ni kasallikdan ehtiyot bo'lish uchun doktorga borganimizdek, shaytondan ehtiyot bo'lish uchun Allohni eslash kerak. Ya'ni shayton menga hujum qila olmasin. Menga vasvas degani allazi yuwasvisu fi sudurin nasda yodlagansizlar. Qur'onning eng oxirgi oyati
allazi yuvasvisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas keladi. Ya'ni insonlarning ichida vasvas qilib, gunohlarni chiroyli ko'rsatib, ibodatlarni qiyin ko'rsatadigan shaytonni bizni taklifoti, bizga bo'lgan taklifotini vasvas deydi. Ya'ni yomon yo'lda yurgan odam shundan panoh so'rash kerak. Ey Xudo, shaytonni vasvasidan o'zing saqlagin deb. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Birinchisi yo'g'on so deydi, ikkinchisi to'g'ri sin. Vassalatu vassalamu bo'ladi. Ya'ni salovat va salomlar, duo va salomlarimiz bo'lsin. Kimga desa, ala rasulillah. Allohning elchisi payg'ambarimizga duo va salomlarimiz bo'lsin degan. Keyin Rasululloh alayhissalom birorta odam bilan besalom muloqot qilmaganlar. Shuning uchun ahamiyat bersalaring, doim domlalar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deydi. Keyin sizlar ham eshitganlar va alaykumussalom va rahmatullohi va barakatuhu deb qo'yishlar kerak. O'zbekcha tarjimasi assalom bu Allohning ismi. Abdusalom degan ismlar bor, bilasizlar. Abdusalom, Abdusalom. Ya'ni bandalarga tinchlik va xotirjamlik beruvchi Allohning quli degani Abdusalom degan. Ya'ni assalomu alaykum degani sizlarga tinchlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin va rahmatullohi, Allohning rahmati bo'lsin va barakatuhu va Allohning barakoti bo'lsin degani. Eshitganlar javob qaytarmasa katta gunohkor bo'ladi. Gunoh ikki xil bor. Katta gunoh bor, kichik gunoh bor. Katta gunohlar bu apasli narsa hisoblanadi. Mana bizda ma'muriy jazolar bor, jinoiy jazolar bor. Ma'muriy desa, ha endi shtraf to'laydi. 20% oyligidan to'laydi. Shu ma'muriy jazolar. Buni ishi jinoiy ekan desa, u turmaga olib ketib qoladi. Ya'ni xuddi shuni singari katta gunoh, kichik gunoh, shuki farqi katta gunohlar insonni jahannamga olib ketib qoladi. Xudoni kuni ko'p degan gapni eshitgan bo'lsalaring kerak. Ya'ni Xudoni kuni ko'p degani 10 yil yashagan odam 3650 kun yashagan bo'ladi. Melodi yilda. Hijriy oy hisobida 12 kun olib tashlaysiz. Ya'ni 10 yil, 12 yoshdan balog'at bo'lsa, hozir 22 ga kirgan bola 10 yil savob va gunoh yozilayotgan umrda yashayotgan bo'ladi. Kakras o noib imom domlalari 22 kiribdilar, shunaqami? Bu degani 10 yil 3650 kundan beri shu ukamizga, domlaga daftar ochilgan. Har bitta qilgan ishi spiska ro'yxat ketaveradi. Endi 20 bo'lsa, bu degani 32 ga kirgan bola, endi 2 ga ko'paytirsangiz 7210 kun bo'ladi. Sizga 7210 kundan beri daftar ochilgan. Farishta ko'rib, guvoh bo'lib yozib turadi, spiska qilib. Nima bo'lsa yozadi. O'zgartirmaydi, tochka, virgul, hatto ulamolar aytganki, kulli deb yozib qo'ymaydi deydi. Qahqah otib kulsa, qahqah otdi deb yozadi, tabassum qilsa, tabassum deb yozadi. Nima farqi bor desiz? Qahqah otib kulish gunoh va beodoblik. Tabassum esa ibodat. Bizda sal tirjayib muomala qilishda aytadi-ku. Xo'mrayib o'zimizcha seryozni maskani kiyib olmasdan sal musulmon bilan ochiq yuzlik bilan munosabat qilish kerak. U boymi, mansab bormi, kuchligimi, shu mahallalarning liderimi, endi o'zini problemasi u. O'ziga u odamlarga qilmasin u boychaligini yo kuchliligini yo qayerdadir ishlashin. U ham bir zambar loy, biz ham bir zambar loy bizda. Odam bir zambar chiqmaydi, o'zi bir chini chiqsa chiqadi-yu. Bizda bir zambar loy deb ko'p gapiriladi-yu.
Ya'ni shu darajada yoziladi. Bir kunda bir pachkani tugatsa 20 ta gunoh yoziladi. 17 tasini cheksa 17 ta yoziladi. Bitta sigaret chekdi deb yozib qo'yilmaydi. Har yangi tutatganda chekdi yoziladi. 26 chekim nos cheksa, nos chekadiganlar necha minutda chekasizlar bilmayman. Menimcha 1 soat 3 marta cheksan eng kerak. 7 soat uxlaganda chekmasalaring 17 soat. 17 ni 3 ga ko'paytirsa 51 ta bo'ladi. Bir kunda 51 chekim nos chekar ekansizlar. Grubi olganda. 51 ta gunoh yoziladi. Ko'chaga chiqib ketayotganda bitta qo'shnini, kelini, xotini, qizi necha marta qarasa, 37 marta qarasa, 37 marta gunoh yoziladi. Endichi, nabarot bo'lsa-chi, ha masalan, bomdod o'qidi, peshin o'qidi, asr o'qidi, shom o'qidi, xufton o'qidi. 5 ta. 5 pachka. 5 pachka chotki. Keyin zikr qildi, la ilaha illalloh 700 marta, alhamdulillah 35 marta, subhanalloh 103 marta aytdi. Yoz o'shani, 103 ta yoz deydi. Ya 102 ta, ya 104 ta yozmaydi. Ana spiskalar bo'laveradi. O'lishimizga pechat. Teng. Bo'ldi, masala yechiladi. Plus minus teng. Nechi javob? Javob ikki xil. Do'zax yo jannat. Uni o'zingiz hal qilasiz. Sizni hayotingizni, sizni ishingizni men hal qilmayman, meni hayotimni, meni ishimni siz hal qilmaysiz. Chunki qonunimizda ham, O'zbekistonimizning, respublikamizning qonunida ham va dinimizda ham hamma o'zini hayotiga o'zi xo'jayin. La ikroha fid din, dinda majburlash yo'q. Ya'ni sizni dubinki ushab namoz o'qitilmaydi, yo meni dubinki ushab namoz o'qitilmay qo'ymaydi. Ikkovini ham o'qiyotgan bo'lsangiz, siz o'zingiz xohlab o'qiyapsiz. O'qimayotgan bo'lsam, men o'zim xohlab o'qimayapman. Sigaret chekadiganlar ham shu, birovlarni urib, tishingizni to'kib olgan yo'q, o'zingiz xohlab chekyapsiz. Men chekmayman, men o'zim xohlamaganim uchun chekmayman. Xohlasam men ham eng qimmat sigaretni olib cheka olaman mana. Shu dunyo tanlovlardan iborat. Shu tanlov insonni yo jannat qiladi yo do'zax qiladi. Shuning uchun Alloh Qur'onda bizga ogohlantirib, o'zingni va oilangni do'zaxdan saqlab olgin deydi. Ya'ni bu degani insonni o'ziga topshirilgan jannati bo'lishi, o'ziga topshirilgan do'zaxi bo'lishi. Din o'sha haqida konsultatsiya. Ana klinikaga kirsangiz, doktorxonaga kirsangiz, sizga sog'lom turmush tarzi haqida konsultatsiya beriladi. Amal qilsangiz qandingizni uring, amal qilmasangiz battar bo'ling. Din konsultatsiya. O'y, mana uni qil, meni qilma. Jannatga kirasan. Agar nabarot bo'lsa, do'zaxga kirasan. Xollasiz. Chunki sizning namozingizga Xudo muhtoj emas, meni Qur'on o'qishimga Xudo muhtoj emas. Bularda to'ydagi ihsoniga Xudo muhtoj emas. Chunki Xudoning buyukligiga bizni taqvoyimiz, zikrimiz, kaplet, tomchi kerak emas. Xudo o'zi buyuk zot. Xudo yaratgan bitta maxluqotni misol qilib aytaman. Tilloni qimmat bo'lishiga sizni va meni maqtovim bo'pshim kerak emas. Ustidan axlat to'ksiz ham o'sha $95 hozir. Servantga qo'ysiz ham $95. Xudoni yomonlasak ham buyuk zot, yaxshilasak ham buyuk zot Xudo. Tamom. Qoida shu. Xudoni dunyoda yomonlaydiganlar 5 milliarddan oshiq. Yomon deydi, yo'q deydi. Xudoni gapirma deydi. Xudoni bolasi bor deydi, sherigi bor deydi. Nima u Xudo deydi?
Xudoni maqtaydigan, bor deydiganlar 2,5 milliard atrofida musulmonlar. Lekin hozirgi 8,5 milliard odamga qarab ketyapti. Odam soni hammasi avliyo bo'lsa ham bir tiyinlik zarari yo'q. Hammasi alkash, narkosh bo'lsa ham bir tiyinlik zarar foydasi yo'q. Xudo o'zi buyuk zot, bizga muhtoj emas. Biz Allohga muhtojmiz yashashimizda. Chunki shu yer planetasi hozir havoda turadi. Jinnilar aytadi, tupoylar aytadi, yer o'zi paydo bo'lgan va o'zi havoda turadi. Bu tupizm bu. Bu jinnilik bu. Bu bilimsizlik bu. Bu johillik bu. O'shuna deyotganga men bu tarilkani havoga qo'yib ber desangiz, manjitlari qo'yib yuboradi. Pista po'chaqni qo'ya olmaydi havoga. Lekin buyuk Alloh shuni havoga qo'yib qo'ydi. Buni fizika ushlab turgani yo'q, yo astronomiya fani ushlab turgani yo'q. Buni Alloh ushlab turibdi, buyuk Allohimiz. Agar doli sekund ushamasa, tasavvur qiling, pastimizda qancha chuqur bor uni birov bilmaydi. Galaktika degan bo'shliq degan nom qo'yishgan. Prosta o'zlari topib olgan bu nomni bundan 70 yil oldin. Chunki nima deb nom bersak bo'ladi, galaktika deb. Tabiat deb nomlar qo'yilgan xolos. U galaktika o'ngimizda qancha uzoq, chapimizda, tepamizda, pastimizda, oldimizda, orqamizda bo'shliq bor. Nimaga o'sha yoqqa ketib qolmayapmiz? Nimaga yer tushib ketmayapti? Nimaga quyosh yerga yaqin kelib kuydirib yormayapti, uzoq ketib muzlatib qo'ymayapti? Misol. Buni hammasini Xudo Qur'oni Karimda aytadi. Biz hammasiga rels berganmiz deydi. Ko'zga ko'rinmaydi. O'zini manzillarini, yo'lini chizib berganmiz. Shu yo'lda aylanadi, yuradi. Bahor, kuz, yoz, qish, 24 soat. Yozda kun uzoq, tun qisqa, qishda nabarot, kun qisqa, tun uzoq bo'ladi. Sovuq bo'ladi, issiq bo'ladi, o'rta bo'ladi. Issiq bo'lmasa ochimizdan o'lamiz. Nimaga desa, ikki xil ma'noda o'lamiz. Bittasi narsalar pishmaydi, o'lamiz. Ikkinchisi suvsizlikda qolib ketamiz. Sabab issiq zo'r bo'lmasa, okeanlardan suvlar ispareniya bo'lib parlanmaydi, parlanmasa yomg'ir yog'maydi, yomg'ir yog'masa suvsizlikdan o'lamiz. U 4 pachka pulimiz, mana hozir piyalamda bir ho'plam choy turibdi. 4 pachka pul 40 ming dollar. Dollarga hisoblasangiz. Shu 40 ming dollar hozir puli bor odam sal o'zidan ketib qolishi mumkin. Lekin mana shu bir piyola suvni ishini qilib bera olmaydi. Javob. Bir piyola emas, bir qo'plam. 4 pachka emas, 400 pachkasini qilib bera olmaydi. Yoki mana shu bir tishlam, bu bir tishlam emas. Bir tishlam nonni ishini qilib bera olmaydi. Bugun shu 200 ming dollar puli bilan kerilib, kibrlanib, o'zidan ketib qolayotgan qo'shtirnoq ichidagi ongsiz insonlar shuni bilib olish kerakki, o'sha 20 pachka puli o'zi 200 pachkasi ham qila olmaydi-yu. Shu maqtanib yurgan 20 pachka puli mana shu bir tishlam nonni ishini qilib bera olmaydi. Issiq bo'lmasa ochimizdan o'lamizda. Ya'ni issiqlarni, sovuqlarni kim qilyapti, kim regulirovka qilyapti? Hozir sizlarga seryozni turib, akalar, ishlatayotgan telefonlaring bor-ku, ha. O'sha telefonlaring o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan desam, anu Farg'onadan kelgan domla bu to'poy ekan deysiz. To'g'ri aytasiz. To'poy odam aytadi bu gapni, o'zidan o'zi paydo bo'lgan. Zubachistка, tish tozalagi cho'p. Shu o'zidan o'zi paydo bo'lgan desam ishonmaysiz. Chunki ishonmang, bu noto'g'ri gap. Qandoqki bitta zubachistка, bitta paypog'imiz, bitta qoshig'imiz, bitta telefonimiz o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi-yu, qandoq shundoq yer va undagi narsalar, butun galaktika va undagi narsalar qandoq yo siz yo men qandoq o'zimizdan o'zimiz paydo bo'lishimiz mumkin?
Bo'lishi mumkin emas. Buni paydo qilguvchi bor. U kim? Xudo aytadiki, xoliqu kulli shay'in. Hamma narsani bor qiluvchi manman deydi. Ana shu Alloh bizga yo'qdan bor qilib yaratib, mana 60 ga kirgan bola 61 yil oldin dadasini ham planida yo'q edi u. Uni dadasi, mani onam yasab olmagan. Alloh yaratmasa siz bilan mendan zo'ri ham bola ko'ra olmaydi. Siz bilan meni ichimizda zo'r yo'qligi %100. Ko'rishmay, gaplashmay turib aytaman, zo'r yo'q ichimizda. Agar insonni zo'r deb olsa, zo'r %100 yo'q. U zo'r o'zini nazdida zo'r. Agar insonni zo'r deb bo'lmaydi o'zi aslida. Zo'r deb bo'lsa, zo'rlar o'cha narraqlarda, boshqa joylarda ular. Pulini ham eshitsangiz 3 toshni uradi. Bag'iga olsangiz. Nima demoqchiman? O'sha zo'ri ham agar Xudo aqim deydi arab tilida, bepusht. Ya'ni bola tug'maydi, bola tug'dira olmaydi. Shuni bepusht deydi. Xudo bepusht qilsa, siz bilan mendan zo'ri ham o'zini pushti kamaridan bola qila olmaydi. Unga bas, u Xudo bermaganini topa olmaydi. Bo'lmasam shunaqangi obro'li odamlar bor, ba'zisini bolasi jinni tug'ilgan, ba'zisiniki ko'r tug'ilgan, ba'zisiniki kar tug'ilgan. Dadasini qarasangiz, vobshe millioner odam. Men bilaman 3-4 ta tanishlarimiz. Qani shu puli bilan pachka puli bor, millionlab dollar oboroti bor. Puli ko'pni bilasizlar, ko'proq obro'si balandroq bo'ladi, xalqimiz ichida ko'proq paxtachi, pastkash odamlar ko'proq boyda ajratadi, kambag'alni ajratadi. Lekin o'sha ham qani o'sha onani qornida ko'rish ne'mati berilmagan bolasini ko'radigan, eshitmaydigan ne'mat, eshitadigan ne'mat berilmagan kar bolasini eshitadigan qilib bersinchi ko'raylikchi. Siz bilan mendan zo'ri ham qilib bera olmaydi. Endi Alloh bizni eshitadigan qildi, ko'radigan, gapiradigan, yuradigan, aqllaydigan qilib qo'ydi va aytadi bizga: "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Shu berilgan ne'matlar bor-ku, eshitish, ko'rish, gapirish. Shundan so'ralasan deydi. So'ralmaydiganing yo'q deydi. Bu nimadan so'raydi desa, mana hozir gaplashib o'tirishibdi-yu, 2-3 talar. Mana shulardan so'raydi. Nimaga ma'ruzada gaplashib o'tirgansan deydi. Zo'rmidin deydi. Va quloq solmagansan deydi. Qulog'idan so'raydi, nima eshitmagansan deydi. Ko'zimizdan so'raydi, kimga qaragansan deydi. Chunki nasha yasayotgan urug'ini ko'zda ko'radi. Kitob o'qiyotgan harfini ko'zda ko'radi. Kimdir ko'zi bilan do'zaxga kiradi, kimdir ko'zi bilan jannatga kiradi. Kimdir og'zi bilan jannatga kiradi, kimdir og'zi bilan do'zaxga kiradi. Kimdir qo'li bilan, mana shu qo'limda odam o'ldirishim mumkin. Men o'ldira olaman, o'ldiraman desam. Aniq. Kuchim ham bor, duxim ham bor. Kallam ham bor. Kindiga tiqib tomog'iga ham ochib qo'ya olaman. Shu qo'lim bilan odamni ham qutqara olaman. Unga ham javob beraman. Bittazini urayotgan bo'lsa ajrata olaman men. Duxim ham yetadi, kuchim ham yetadi, aqlim ham yetadi. Ana endi bu qo'l meniki, boshqaruv o'zimda. Xohlasam chakapor otaman, xohlasam karta chilayman, xohlasam tasbih o'giraman. Xohlasam ota-onamning oyog'ini uqalayman. U meni qo'lim. Siz xo'jayin emassiz. Sizni qo'lingiz, men xo'jayin emasman. Ana shundan kelib chiqib odam hayotini hal qilish kerak. Chunki ertaga o'lib qolsak, o'sha kech, pozna bo'ladi o'sha. Tamom. Tugadi hamma, tema yopiladi. U tavba ham o'tmaydi, namoz o'qiyman desa o'lik u, mumkin ham emas, o'qiy olmaydi ham. O'sha hamma yo'q, kech bo'ladi. Ana endi qarabsizki, natijada qiyomat kuni ruslar bilasizlar sud kuni deydi. Sud. Ya'ni qiyomat kunida inson sud qilinadi. So'raladi, razbor qilinadi, tergov qilinadi.
Dapros qilinadi. Tamom. Ana endi bu dunyoda pul bilan, obro' bilan, tanish bilish bilan ancha-muncha temalarni hal qilsa bo'ladi. Alo bilan kimdirlar qo'shtirnoq ichidagi tanishi bilan qo'shtirnoq ichidagi jinoyat aybini tinchitayotganlar bor endi o'zicha endi. Kim bilandir tanishib qolib. Lekin qiyomat kunida Allohga bizni zo'ravonligimiz, kuchimiz, terpiyla shallaqiligimiz, pulimiz, u akaxon, ukaxonlar, u narsalar o'tmaydi endi. Allohga u svarshimi, toza hududda axlatish birganmi, novvoymi, imommi, domlami, kim endi qassobmi, sartaroshmi, taksismi, farqi yo'q. Xudo Qur'oni Karimda inna akramakum indallohi atqakum degan. Ya'ni meni huzurimda eng avtoriteting, eng obro'liging deydi. Meni gapimga kirib yashaganing deydi. Taqvo degani Xudoni gapiga kirib yashash degan. Biz taqvo deganda noodatiy hayotni tushunmaylik akalar. Chachini qirdirib katta salla kiyib kelib qolsa taqvodor bo'lib qolmaydi. Taqvo o'pshi Xudoni gapiga kirish. Ya'ni Xudoni ikki xil gapi bor. Qilinglar va qilmanglar degan gapi bor. Qilinglarni hammasini qilaylik, qilmanglar degan qaytargan ishlarni hammasidan qaytaylik. Shu odam bo'ldi, o'sha odam taqvodor bo'ladi. Ham madrasada o'qigan yo'q-ku, mayli. Qori bas-ku, mayli. Masjidda ishlamaydi-ku, mayli. Ikkita sura yodlagan-ku, mayli. Bu melisa-ku, mayli. Doktor-ku, mayli. Svarshi, qassob, biznesmen, mayli. Uni taqvodor bo'lish uchun madrasada o'qigan bo'lish shart emas. Taqvodor bo'lish uchun bitta usloviya, bitta shart. Xudoni gapiga kirish kerak, bo'ldi taqvodor bo'lamiz. Alloh bizga dunyo va oxiratimizga foydasi bor gaplarni bizga taklif qilgan. Ya'ni u nima? Qilsak dunyo va oxiratda foydasi bor. Mana qil deydi, pokiza yur deydi. Harom xaraj yurma deydi. Harom xaraj yurgan odam xor bo'ladi. Qumorbozlar garantiya xor bo'ladi. Alkashlar garantiya xor bo'ladi. Narkoshlar garantiya xor bo'ladi. Zinokor, ifloslar garantiya xor bo'ladi. Fohisha, musorlar garantiya xor bo'ladi. O'g'rilar garantiya xor bo'ladi. Kibrliklar garantiya xor bo'ladi. Javob. San'atdan bilasan siz? Alloh Qur'onda, payg'ambar hadisda aytgan. Xor bo'lganini men 10 minglabdan oshig'ini bilaman. 10 minglabdan. Qumorga berilib xor bo'lgan, kibrga berilib xor bo'lgan, zinoga berilib xor bo'lgan, ichkilikka berilib xor bo'lgan, ota-onasini norozi qilib xor bo'lgan, kazyollik bilan xor bo'lgan, o'g'rilik bilan xor bo'lgan 10 minglabini bilaman. 70 ga kirganlar balki 100 mingini bilarsiz. Xor qiladi. Shuning uchun Xudo zapret qilib qo'ygan. Zaprishon yo'llar bor-ku. Yumaloq qizil, o'rtasida oq kirpichi bor, g'ish. Zaprishon, yigitni yo'li kirma deydi. Deb bitta kirsa, kamera tars uradi, telefonga tars keladi, tars battar bo'lsa. Xudo kirma kayf yo'liga, kirma kibr yo'liga, o'zingni katta olma. Kirma zino yo'liga. Dedimi? Battar bo'lsin. Zino qilib spit olgan odamni biz jumada shifo bersin deb duo qilmaymiz. Qumor o'ynab ishtonni yutqizib qo'yib, uyini dokumentigacha yutqizib qo'yganda ishlariga rivoj berib, shu qumordan tushib qo'yganlarga yechilib, problemalar yechilsin deb duo qilinmaydi. Insof bersin deb duo qilish mumkin. Yo kibrlanib bir joyda tilidan ketib qolgan ekan, bittasi achchig'i kelib
anginasini yetib olibdi desa shifo bersin deyilmaydi. Insof bersin deydi. Luqmoni Hakim o'zini katta oladigan odamlar deydilar. Tog'ni uchiga chiqib olib, yerdagi odamlarni qara, mindim mitti bo'lib, chumali bo'lib ko'rinadi tog'dagilarga. Biz Shamardonda ko'p yurganmiz yoshligimizda. O'sha madrasada shuni o'qib, shu hayolimga kelganda, Shamardonning sentrida chap qo'lda g'or bor, tepada. Biz endi 3 oylik kanikulimiz o'sha yerda o'tardi, ko'proq. O'sha yerga chiqib, faqat chiqish endi u paytda nima bo'lgan? O avtoritet bo'lgan. Ancha-muncha chiqa olmas. Chiqib, qarasangiz sentrdagi odamlar bunday ko'rinardi, 2 santimetr. Kulardik haqiqatda. Unda endi yosh edik. Madrasada o'qimagandik. Odamlarni qarab maydaligini dirdik. Luqmoni Hakim imindan shuni aytadiki, "Sen toqqa chiqib olgan odam deydi, kibrli odamlar shuna deydi. Mayadagilarni mayda ko'radi, to'ppoy deydi. Ha sen ham yerdagi odamlarga sen ham chumali ko'rinasan" deydi. To'g'rimi? Tog'da men turgan bo'lsam, siz menga 2 santimetr ko'rinyapsizmi? Men ham sizga 2 santimetr ko'rinaman. Shuning uchun hurmat qilmaganni hurmat qilmanglar. Umuman. Hurmat qilmayaptimi? Bir tiyinga olmaslik kerak. U bilsin, o'sha kibrga kibr sadaqot degani mashi bo'ladi qoida. U bilsin u ham bir zambar loyligini. Qulluq qilmanglar, puli bor, obro'si bor, tanishi bor. Bir tiyinga olmayaptimi? 0 tiyinga olmang. Qo'lini uchini beryaptimi? Siz bermang o'sha qo'lingiz uchun. Kelyaptimi orqangizni qilib oling. Teskari qarab oling. Bilsin shu mahallada hech kim emasligini u ham. His qilsin u ham. U ham o'nalsin, u ham qiyomat kunida do'zaxga kirmasin. Chunki musulmon inson amru ma'ruf va nahyu anil munkar degan farz bor. Farz bu Allohning buyrug'i. Ya'ni mo'min musulmonlar bir-birini yaxshilikka chaqiradi va yomonligidan qaytaradi. Tek qo'yilmaydi uni holiga. Agar o'rtog'ingiz bo'lsa, jiddiyroq gaplashib qo'ying. Men ikkita maktabda o'qiganman. Agar birorta o'rtog'imda shunaqa minus sezsam, mazalarni qochirib yuboraman. Baqa ke deyman, senda gapim bor deyman. Agar bir noto'g'ri yo'lda yurganini eshitsam yo birortasiga hurmatsizlik qilganini ko'rsam, darrov vizib bo'ladi. Baqa ke oshna deyman. Tuzukkina eshitib oladi. O'rtoqqa bemalol gapirsa bo'ladi. Notanish bo'lsa, oshna unaqa qilmang. Ko'rishingizni qarang, yo muomalangizni qarang, yo so'kinishingizni qarang deb gapirib qo'yaman. Chunki u notanish. Agar tanish bo'lsa-chi, jo'skiroq gapiriladi. Ya'ni musulmon inson faqat gunoh qilmaydi. Gunoh qilmaslik bilan birgalikda o'sha ishni qiladigan odamlarni qaytaradi. Jinoyat qilmaymiz va jinoyatdan qaytaramiz bir-birimizni. Masalan, o'g'rilik qilmayapsizmi? Ha, meni ham o'g'rilikdan qaytaring. G'iybat qilmayapsizmi? Meni ham g'iybatdan qaytaring. Men g'iybat qilsam, eshitib o'tiravermang. Yo siz g'iybat qilsiz, men eshitib o'tirmang. Bir-birimizni yomonlikdan qaytaraylik va yaxshilikka chaqiraylik. Shunda go'zal bo'ladi. Shunda obod bo'ladi, barakot bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Kechagi mana ali bizda mama guldiray deb qo'yadi, chaqmoq. Agar Xudo saqlasin, ashnaqada ikkita joyga ursin-da. Nima bo'ladi? Yoki o'sha yog'gan yomg'ir bir kun emas, 20 soat yog'sin, suv tayda qolib ketamiz. Xudoni qamchisini ovozi yo'q deydi. Ursa davosi yo'q deydi. Bezuk keladi. Xudoni jazosi kutmagan joydan keladi. Lekin ursa hech kim oyoqqa turg'izolmaydi, poddershka qila olmaydi. Shuning uchun biz Xudoni balosi kelmasin, xor bo'lmaylik, zor bo'lmaylik. Ana koronavirusga o'xshagan narsa qaytib kelmasin, yer yutmasin. 1966-yilda
9-10 bal atrofida yer qimirlagan, Toshkentda qolmagan uylar, yer ochilgan. YouTube'da turibdi videosi. Yer yorilib ochilgan. Shunaqa yer yutib yubormasi mana Venesuelada 701 bo'ldi birinchisida, 40 sekunddan keyin 7,5 bal bo'ldi. O'lim soni уже 10 mingdan oshdi deyishyapti. Millionlab odamlar uysiz qoldi deyapti. 1 minutda bo'lgan voqea shu. 1 minut. 1 minutga ham bormagan 50 sekund atrofida. 701 bitta bo'ldi, ikkinchi qaytuv 7,5 bo'ldi. Shunaqa balolar kelib uyimizni tagida qolib ketib, sasib, chunki masalan bitta viloyatda 1 million, 1 million 100 ming oila soni bo'ladi. Biz viloyat 4 million 200 mingga qarab ketyapti. Andijon 4 milliondan oshdi. Odam soni. Oila soni bizda 1 million 125 ming atrofida Farg'ona viloyatida. Oila soni. Bitta urganda agar bora yana 1 millionta xonadon bo'lsa, bitta urganda hamma uyini tagida qolsa deylik. To menga navbat kelgungacha 2 oy vaqt bo'lish mumkin. O'shda sasib yotaman, qurt bosib. Ko'chada it o'layotgandek yotaman. Agar meni birinchi olsa siz yotasiz 2 oy, 3 oy, yo 4 oy. Agar yordam berib ulgisa o'shanda, yo siz sasib yotasiz. Shunaqa balolar yerdan, osmondan kelmasin. Chiroyli hayot bo'lsin desa, biz o'zimiz bandalik ramkamizda yuraylik. O'zimizdan ketib qolmaylik. Alloh Qur'onda innahu la yuhibbul mu'tadin degan. Mu'tadin degani haddidan oshuvchi degan. Ya'ni bandalik haddidan oshib, bandalik ramkasidan chiqib, shukrni o'rniga noshukrlik, kamtarni o'rniga kibr, tejamkorlikni o'rniga isrof, ibodatni o'rniga ibodatsizlik degan yo'lga o'tdi. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga, bo'lmasa qachondir Xudoning qamchisi keladi. Ko'zi kunda bas, kunida sinadi degan maqol bor. Biz xotirjam bo'lib qolmaylik. Xudo saqlasin. O'sha Alloh bizni akalar kuzatib turadi. Basirun bil ibad degani nazorat qilib turadi, ko'rib turadi degani. Xabirun bima ta'malun Qur'onda keladi. Nima ish qilsang men xabardorman deydi Xudo. Alimun bidati sudur qalbingda o'tganini bilaman deydi. Shuning uchun u kamera, diktafon, praslushka, organ yo chaqimchi deb o'zimiz ehtiyot qilamiz. Misol jinoyatchilar organni ko'rsa to'xtatadi yo qochadi. Qimorvoz haromxo'rlar ham, haromxo'rlar ham bekitib qimor o'ynaydi. Zinosini ham bekitib, o'g'riligini ham bekitib qiladi. Xo'p, siz mendan, men sizdan bekitishimiz mumkin. Bu kameradan bekinish mumkin. Diktafondan bekinish mumkin. Praslushka, ya'ni yashirincha eshitish. Undan qochish mumkin. Lekin Xudo ko'rmaydigan joy topib bo'ladimi? Yo'q. Xudo eshitmaydigan qilib gapirsa bo'ladimi? Yo'q. Xudo bilmaydigan qilib ish qilsa bo'ladimi? Yo'q, uni iloji yo'q bu narsa. Bu nima degani? Bo'ldi, musulmonga Xudoning kamerasi, Xudoning nazorati yetadi, bo'ldi. Libboy joyda jinoyat qilmaydi. Bekitib ham nasha ekmaydi. Mana o kuni bitta haromxo'r Tbilisasiga nasha ekibdi, ushalibdi. Shu O'zbekistonda bitta viloyatda. Tbilisasiga nasha ekkan, ushalyapti. deb o'ylab ko'ring. Siz Tbilisiga o'ragan vertolyotda ham ko'rinmaydi, u bo'lmaydi, hech kim ko'rmaydi. Xudochi. Senga ajratilgan farishtachi? U bilmaydimi u? Agar o'sha ushalmasdan o'sha yerda o'ndirib, o'stirib, oktyabrlarda yig'ishtirib oladi bular. Bitta ikkita qirov yegandan keyin nashani yig'ishtirishadi. Qirov yesa kuchli bo'ladi deydi. Xo'p, yig'ishtirdi deydi. Atta bilasizmi, nechta odamning ajali bor u joyda. Nechta odamning oila buzilishi, sog'lig'i ketishi, tinchligi yo'qolishi bor. Mana o kuni 600 kilo giyohvand modda ushaldi chegarada.
Shuni ham olib o'tayotgan bitta musulmon haromxo'r. U ham musulmon. To'y qilsa xatmi qiladi o'sha ham. Hayit namozga chiqadi. Shuncha hozir kelib ammo so'rida gaplashib o'tiruvdim-da, bu do'ppi kiyib olsa yaxshi odam bo'lib qolmaydi bu odam. Yo soqol qo'yib olsa yaxshi odam bo'lib qolmaydi. Odam. Odam muomalat degan narsa bor. Muomalalarda bilinadi. U nima degani desa, bitta inson bilan bo'ladigan muloqotni muomala deydi. Nima degani bu desiz? Xotinlik, aka ukachilik, ota bolalik, qo'ni qo'shnichilik, sherikchilik, safar, oldi berdi. Shu ishlarda basharalar ochiladi. Kim bu? Mana shu mahallada qo'shnisiga yomonlik qiladigan odam 5 mahal masjidga qatnasa ham u yomon odam. Mahallani to'sib olgan, egallab olgan, o'ziniki qilib olgan kadastrdan oshiqcha yerini. U 13 marta umraga borgan bo'lsa ham u yomon odam u odam. O'zini katta olib qolganlarda mensimagan odam, tahajjud o'qisa ham u yomon odam. Yaxshi odam bo'lish uchun bitta namozni o'zi kifoya qilmaydi. Yaxshi odam bo'lish uchun bitta soqol do'ppini o'zi kifoya qilmaydi. Yaxshi odam bo'lish uchun muomalalarda erda zo'r bo'lsin, musulmon xotinini qiynamaydi, urmaydi, zulm qilmaydi, xorlamaydi, xo'rlamaydi, qarovsiz qoldirmaydi, himoyasiz qoldirmaydi. Bu temada cho'tki. Ikkinchi tema nima? Bu bola. Haqiqiy zo'r musulmon ota-onasini xafa qilmaydi, yig'latmaydi, dilini og'ritmaydi, qarovsiz qoldirmaydi, cho'tki qaraydi. Bu temada ham cho'tki zo'r. Kazyollikda qanaqa? Bu-chi kazyolroq, bu chaqimchiroq. Endi yomon ekan bu. Bitta joydagi gapni ikkinchi joyga olib boradi. Bu yomon ekan. Yo'ngi qanaqadir mensimay ko'rishadi. O'zi 3 marta umraga borgan. U yomon odam ekan u. Ya'ni bitta nonni olish uchun o'zi bizda talablar bor. Tagi kuymagan bo'lsin, yog'li bo'lsin, kunjutli bo'lsin, yumshoq bo'lsin, ilgari kungi bo'lmasin, usloviy shartlarimiz bor. Bandani ham yaxshi bo'lish uchun bitta do'ppisi, soqoli, umrasi, namozini o'zi yetmaydi akalar. Do'ppini o'g'ri ham kiyaveradi, alkash ham kiyaveradi do'ppini. Endi qirralarimiz bor, hali aytgandek, qo'ni qo'shnichilikda zo'r bo'laylik. Erlikda zo'r bo'laylik. Ayollar xotinlikda zo'r bo'lsin, eriga baqirmasin, eriga xo'mraymasin, eriga go'laymasin, eriga gap qaytarmasin, eridan beruxsat chiqib ketmasin, eridan boshqa erkakni o'ylamasin. Qaynotasiga gap qaytarmasin. Namozini o'qisin. O'zini bolasini haromi deb so'kmasin. Ana unda ayollikda, xotinlikda bu zo'r ekan. Savdo, biznes. Men savdogar odamman. Biznesda yolg'on gapirmasin, aldamasin va hiyla ishlatmasin. Chunki yolg'on gapirib, hiyla ishlatib, aldab savdo qilgan odamni fohisha o'g'ridan pulini farqi yo'q. Harom u ham. Aldadimi? Harom. Yolg'on gapirdimi? Harom. Hiyla ishlatdimi? Harom. Mashinani probegini orqaga qaytarib sotmasin. Boshqa zavodni tovarini boshqa zavodniki deb sotmasin. Xitoydagini Turkiya deb sotmasin. Aldamasin, kilosida va sifatida, o'lchovida aldamasin. Sho'rxaga suv sepib sotmasin. Sho'rxaga suv sepadi yogoda. Yogoda bas ko'p sepadi. Sement qimmat bo'lib ketganda 1100 so'm bo'lganda sement hozirku zo'r 650 so'm hozir. Sement qimmat bo'lib ketganda sementga kul aralashtirishdi. Bir 30% mi 20%. Endi bu yomon narsa, sabab Xudo saqlasin, uni tayda odam yashaydi. Zavod qursa odamlar ishlaydi. 30% kul aralashtirgandan keyin xolamang uni markasi tushadi. 400 marka 300 bo'lib qoladi, 250 bo'lib qoladi.
Shuni ham kim qildi? Musulmonlar qildi shu ishlarni. Qilyapti ham. Qo'y bozori, mol bozorida aldayotganlar. Hammasi musulmon. Mevada tepasiga zo'rini terib, tagiga yomonni o'qlayotganlar. Hammasi musulmon. 1 kilo yashiydi, 1,5 kilo chiqarayotganlar ham hammasi musulmon. Yana nima hiylalaringlari bor? Ha, taxta purushlarda bor. 3,5 deb sotadi. 3,2, 3,3, 3,1 chiqadi qalinligi. Shtangit sirkulni qo'ysangiz 3,1 chiqadi. 3,5 santimetrli strapilar, ya'ni qalini 3,5, uzuni 6 metr, eni 15 santimetr deb sotadi. Shtangit sirkulni bitta qo'ysangiz 3,1, 3,2 chiqadi. Shuni ham kim qilyapti? Musulmon qilyapti. Umraga borgan kerak bo'lsa, bu yog'iga olsangiz. Yashiytagiga o'qlayotganlar kim? Hammasi musulmon. O'zi asl musulmonchilik shu edi-ku, aldamaslik musulmonlik edi. Yolg'on gapirmaslik, bir-birimizni hurmatimizni joyiga qo'yish, qon to'kmaslik, urushmaslik. Musulmonchilik shu. Musulmonchilik biz o'ylamaylik. To'y qilsak, ikkita qorakani olib kelib, zor qilib Qur'on o'qitib qo'ysak bo'ldi. Yo'q. Mayli o'qitmang, lekin amal qilaylik. Mayli to'yda xatm qilmang, amal qilaylik. Xatmul Qur'on degani Qur'onni at-ido o'qish degani. Ya'ni boshdan oxirigacha yo yotaki yo Qur'onga qarab o'qish deydi. Xatmul Qur'on deydi. Bizda xatmi Qur'on deydi. Ya'ni boshdan oxirigacha o'qish degan. Xo'p, Qur'on nima? Faqat o'qish uchun tushirilibdimi? Yo faqat yodlash uchun tushirilibdimi? Yo'q. Uni oddiy misol bilan sizlarga tushuntirib beraman. Menga SMS yozsangiz, SMS'ingizni o'qib aytganingizni qilmasam, mendan xafa bo'lasiz, yo achchig'ingiz keladi, yo jazo olasiz ishchingiz bo'lsa. Nimaga meni SMS'imni o'qib turib, yo javob qilmading yoki aytganimni qilmading san? Ertaman 8 da boraman, ofisni tayyorlab qo'y, chet eldan mehmonlar bor, konditsioner yoqib qo'y, suv olib kirib qo'y deb SMS yozdingiz menga. Men siz ishchingiz bo'lsam, ertaman 8 da borsiz, men yo'q, xona qulib, konditsioner yoqilmagan, 10 da ishdan haydab borasiz. Ha endi o'ylang, Qur'onni yodlasak-u, o'qisak-u, eshitsak-u, amal qilmasak, Xudoning g'azabi 3 barobar, 10 barobar g'azabi kuchayadi. G'azabi degani achchig'i keladi degani. Bu prosta eshitib ketavermaylik akalar. Xudo Qur'onda namoz o'qi deganmi, o'qing namozingizni. Kayf qilma deganmi, yig'ishtiring kayf qilayotganlar bo'lsa. Qur'onda kibr qilma deganmi, yig'ishtiring katta olishlikni. Kimsiz siz? Yo men kimman? Siz kimsizki menga o'zingiz katta olasiz? Qo'lingizdan nima ish keladi? Yoki men kimmanki sizga o'zimni katta olaman? Qo'limdan nima ish keladi? Qo'limdan ish keladi degan qani mana bir hafta muhlat, 10 kun muhlat. Ko'raylik qo'lingdan nima ish keladi? 1 oy muhlat. Nima qo'lingdan keladi? Yo meni nima qo'limdan ish keladi? Ha Xudo qilma dedimi? Xudoga xo'p bo'ladi deb qo'ying. Bo'pti qo'ying, bandaga ilohim o'sha kunni harom qilsin, bandaga tizzalashdan. Harom qilsin o'sha kunni. Lekin Xudoyimizga xo'p bo'ladi. Dadamga baqirmaymi? Xo'p bo'ladi. Onamga baqirmaymi? Xo'p bo'ladi. Onamga zo'r qaraymi? Xo'p bo'ladi. Xudo Qur'onda ayoling bilan chiroyli munosabatda bo'l degan. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi, tamom. Chaqimchilik qilma degan. Xo'p bo'ladi. Namoz o'qi degan. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Xudo bo'ldi. Namozni qazo qilish tugul, o'qimaslik tugul kechiktirmayman. Xo'p bo'ladi. Jumaga bor degan. Xo'p bo'ladi. Kayf qilma, xo'p bo'ladi. Qumor o'ynama, xo'p bo'ladi. Mashta taqvo. Xollasiz do'ppi kiying, xollasiz kiymang. Do'ppi kiymagan odam taqvosiz bo'lib qolmaydi. Ma'nolarni qilmasak, ibodat qilsak, taqvoda futbolkada ham taqvodor bo'laverasiz. Shart emas Saudiyadan uzun ko'ylak olib kelib kiyish taqvodor bo'lish uchun. Yo Saudiyaning oq do'ppisini kiyib olish shart emas taqvodor bo'lish uchun. Taqvodor bo'lishlik uchun hozirga aytdim-ku, xo'p bo'ladi. Asha taqvo. U meni gapim emas bu. Meni gapim deb qabul qilmanglar buni. Doktorning gapi u doktorning gapi emas, u meditsinaning gapi. Arxitektorning gapi u arxitektorning gapi emas, u arxitekturaning gapi u.
22 lik armatura qo'y dedimi, u uni o'qigani u orasi 6, 8, 10 metrlik joyga 22, 32 armaturada arma karkas qil dedimi, u uni gapi emas u. U meni gapimmi, mana zapis bor, libboy joyga olib borib eshittiring. Meni gapim yo'q bu joyda birortasida. Prosta tushuntirish uslubim oddiy xolos meni. Hamma gapimga oyat hadisdan dalilim bor meni. Prosta mana ichimizda hokimiyatlarga kirib yo atta-batta bir firmalarda yig'ilishda o'tirgan bo'lsa, yig'ilishda madaniyati bo'ladi. Kultura deydi ruschasiga. Din kulturadan iborat. Hammomda madaniyati bor, basseynda madaniyati bor, restoranning madaniyati bor, mahallaning madaniyati bor, er-xotinlik madaniyati bor. Shuni singari majlisning madaniyati bo'ladi. Kultura bo'ladi. Kulturli odam avtoriteti zo'r bo'ladi. Madaniyatsiz odamni obro'si tushib ketib qoladi. Prosta shu madaniyatlarni talab qilamiz xolos. Bu bag'aga olsangiz, mana men 26 yildan beri ma'ruza qilib yurgan bo'lsam, eshitsa, eshitmasa biz ma'ruza qilamiz. Agar hamma eshitmasa 1 minut ham gapirilmaydi. Chunki bu ma'ruza o'tmay qolgan tovar bas. Sizga yo menga yalinib, endi kelib biz gapiramiz. Eshitmasin, sekund gapirilmaydi. Shuni mikrofon qo'yiladi, Allohu akbar ketiladi. Biz qiladigan ishimiz yo'qligidan ma'ruzaga kelmaymiz biz. Qiyomat kunida ilm o'qiganlar so'raladi. O'qigan ilmingni yetkazganmisan? Bo'ldi, tamom. Shuni yetkazamiz biz. Qabul qilish o'zingiz ishingiz. Xollasiz qabul qiling. Hozir meni yomon ko'rib qabul qilmasa, xollasa, menga nima? Nasha chekish tugul oshiga qo'rib yemaydimi? Menga nima qizig'i bor uni? Aroq ichish tugul boshidan dush qilib quymaydimi? Menga nima qizig'i bor uni? Qumor o'ynash tugul boshqa narsa qilmaydimi? Menga nima uni? Meni pulimga o'ynayaptimi u? Faqat doktor Sahirga, "Hoji bobo, sahiringiz oshib ketibdi. Qovun yemang, uzum yemang, shikolat yemang, shirinlik yemang" deb aytadi. U hojdada kibrlik bo'lsa, bor edi uzum yesa battar bo'lsin. O'zini sahar oshadi. Shuni singari akalar kayf qilib bo'lmaydi, Qur'onda bor harom. Kibr qilib bo'lmaydi, Qur'onda bor harom. Yolg'on gapirib bo'lmaydi, Qur'onda bor harom. Namoz o'qish kerak, farz, Qur'onda bor. Halol yeyish kerak, Qur'onda bor. To'g'ri yurish kerak, Qur'onda bor deb aytamiz. Xollasiz. Ixtiyor bashumo. Ixtiyor o'zingizda. Xollasiz. Qon to'kkan do'zaxi bo'ladi. Xollasiz. Urib yorib yormaysizmi o'zingiz ishingiz. O'zingiz javob berasiz. Javob berilmaydigan tema bo'lmaydi qiyomat kunida. Prosta biz o'qiganimiz uchun jon kuydirib tushuntiramiz. Hozir o'sha yerda 15 minut ma'ruza qilib Alloh akbar deb ketsam nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi. Hech kim meni so'kmaydi ham, ishdan ham bo'shatmaydi. Nagli kelmasam nima bo'ladi? Bu yerga olsangiz. To'g'ri, dinda munofiq bo'laman, hayotda erkak bas bo'laman. Nimaga gapiga javob bermadi bu deydi. Hayotda o'g'il bola bassan deyiladi, gapiga javob bermagan. Dinda munofiqsan deyiladi. Men shu erkak bassan degan gap men sig'dira olmayman. Shu kungacha eshitmaganman men. Shu kungacha eshitmaganman. Agar eshitsam ham oxirigacha olib boraman, gapiga javob beradi o'zi. Menga isbotlab beradi. Meni erkak basligimni isbotlab beradi. Munofiq degan so'zdan qo'rqaman men. Munofiq Qur'onda Xudo do'zaxi bo'ladi degan. Shuning uchun o'limdan boshqa narsa uzr bo'lmaslikka harakat qilaman, aytildimi, libboy joyga boraman. 99% kimi xonadoniga borayotganimni bilmayman men. 99%. Mash xonadonni ko'rmaganman ham, kim aytdi, nima bo'ldi. Shogird aytdimdek ko'rdim, bo'sh ekanman, bo'ldi boraman dedi. Bular kim? Qatti ishlaydi, qancha abaroti bor, avtoriteti nima, menga vobshim qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q umuman. Vaqt bor, bo'ldi boriladi. Vaqt yo'q, oligarxniki ham borilinmaydi. Birovga va'da berilganmi, bo'ldi, tamom, o'shinga boriladi. Ana shu islom bo'ladi. Siz menga gapirdingizmi, gapingizga javob qiling. Men gapirdimmi, men gapimga javob qilib qo'ying. Mana men ma'ruza qilyapman, men gapimga javob beraman. Diniy idorada ham, organda oldida ham. Men javob beraman.
U men gapiryapman, meni zapis qilyapti. Islom mashinasi bilan go'zalda akalar. Chashti qildi, do'ppi kiyib, chotki qilib, soqol qo'yib olsa bo'ldi u. Shu bilan islom go'zal bo'lib qolmaydi. Bir-birimizni hurmatimiz bilan islomning go'zalligi ko'rinadi. Uyga kirganda Hakimning gaplari borda, "Ey ota, ey farzand, ey deydi. Chunki bitta o'g'il ko'chadan kirib kelayotganda farzand bo'lib kirib keladi, xotin uchun bo'lib kiradi, farzandlari uchun ota bo'lib kirib keladi. Uyga kirganingda deydi, uyda quvonch bo'lsin deydi. Deyki, assalomu alaykum deganimizda xotinimiz suyunsin, bolamiz suyunsin, ota-onamiz suyunsin, ha desa, bolam keldi, erim keldi, dadajon keldi, xursandchilik kirib keldi. Kirib problema, qovoq solingan, muammo bilan baqir-chaqir, to'palang bilan kirmaydi erkak. Islomning yana bitta go'zalligi shu yerda. Erkak problemasini ko'chada yechadi. Uyga olib kirmaydi, dadasiga, onasiga olib kirmaydi, xotiniga olib kirmaydi, bolasiga olib kirmaydi. Piva ko'tarib kelmasdan qand ko'tarib keladi uyga. Yo marojni ko'tarib keladi, yo tarvuz ko'tarib keladi. Ko'chada o'zimiz zo'r yeb, shashliklarni zo'r ovqatlarni yeb, piyozlarni yeb, uyga piyoz hidi bilan kirsak-ku, uyda dadamiz, onamiz, xotinimiz, bolamiz go'shtsiz ovqat yeb tursa, shu odam o'zini erkakman deya oladimi? Desa odam emas ekan, значит. Agar desa, men erkakman, men mujikman desa, men uni odam emassan deyman. Nimaga? Qandoqki bola bo'lib turib, qarigan ota-onamiz yemagan narsani biz yeymiz. Qandoq biz bo'lib turib, bizga ishonib tekkan xotinimiz yemagan narsani biz qandoq vijdon bilan yeymiz. Qandoq dada bizki tug'dirib qo'ygan bolalarimiz yemagan narsani biz yeymiz. Qandoq bu na erkak mujiklikka, na musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. U ikkitasini urib qo'yib, tuzukroq mashina yesa, minsa mujik bo'lib qolmaydi. Fohisha ham minyapti $100, $100,000 mashina. Fohisha minib yuribdi. 150, 380 ming dollarlik fohishaman deb o'zi nagli internetga chiqyapti. Gelik minib yuribdi, $380 ming. Bu yog'iga olsangiz. U achki taqib chotni kerib qo'ysa erkak bo'lib qolmaydi. Erkak dadasini, onasini, xotinini, bolasini komfort qilib qarab qo'yadi. Ko'chada itdan so'y qarz bo'lib olib tashlik qilib yurmaydi erkak. Erkak hech qachon birovni busidan kelib so'kinmaydi. So'kindimi erkak emas o'sha. Erkak emas o'sha, busidan, onasidan keldimi, u erkak hisoblanmaydi u. O 18 yil, 17 yil turmadan chiqqan bola bilan gaplashganimda aytuvdi. Men so'rovdim, endi qiziqib, turmada eng qattiq yomon nimani olishadi desam, busidan kelib so'kingani deyishadi. Busidan kelib so'kingan bola borki, sindirib yorishadi dedi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni ko'proq mujik erkak bo'ldi deb gapiradi. Endi ochiqini aytganda, men sizlarga turma hayotini men tatbiq qilmoqchi emasman. Hatto o'sha yerda ham yomon olar ekan. Busidan kelgan borki sindirib yorishar ekan. Sindirishda turi ko'p endi uni. Buni bitta aytib bo'lmaydi. Islomda bundan qattiq olingan budan kelib so'kinishdi. Siz kimsizki meni onamdan kelib so'kinasiz? Yo men kimmanki sizni onangizga men til teqizaman? Bu yaxshi emas bu. Islomning go'zalligi mana, siz menga so'kinmang, men sizga so'kinmay. Siz qo'lingiz uchun berib ko'rishmang, men qo'lim uchun berib ko'rishmang. Siz meni xotinimga go'laymang, men sizni xotiningizga go'laymay. Mana islomning go'zalligi. Bugun afsus, xuddi shu iminda shu temalarda biz qiynalyapmiz. Hammamiz, musulmon jamiyat qiynalyapti. Sog' bo'linglar. Jicha ko'p ham gapirmabman o'zi. Sal ovozim baland qilganim tema shuna bo'lib qoldi-da endi. Yoqmasa mana zapis. Xohlagan joyga olib borib, meni hammasi biladi, topoladi, topaman desa, organ ham topoladi, diniy idora ham bir deganda topadi. Bemalol mana borib, eshittirib, tahlil qildirib, noto'g'ri gap joy bo'lsa, haligi gap. O'zimning gapimga o'zim javob beraman. Sog' bo'linglar. Qorakalar Qur'on o'qib bersa, keyin duo qilamiz inshaalloh.